Bahor faslida eng yaxshi insonlar dunyoga kelar ekan. Ana shunday yaxshilardan-da yaxshi insonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Barcha ezgu tilaklarim siz uchun. Tabassum arimas yuzidan mudom. Barchaga birdayin ko'rsatar ikrom, bu ham bir Xudodan berilgan inom. Baxtlarga loyiqsiz, baxtli insonim. Suhbatin olsangiz eriydi qalblar, dardisar yurakdan ariydi dardlar, yuzidan bilinib turadi baxtlar. Baxtlarga loyiqsiz, baxtli insonim. Qadrdonim, hamisha o'zingizni ehtiyot qiling.